Jahongir aka, qachon bu normalniy bir jang pang Qanaqa qiladi? normalniy jang qilyapti? Seriozliklar bilan urisha olmaydi. Normalniy bayitmaydi. Normalniy jang Kim? Kim? Farqi kim? Nursulton Ro'ziboyevmi? Farqi Resim Musa bo'ldi. Kim? Konor bilan urisha olasizmi? Bo'yi bilan Habib Nurmagomedov. Nursultonga qarshi. Yutaman demayman, lekin jang qilaveradi. Nursulton bilan. Aka, hozir sizni maqtab turdim bilan, Nursulton yoradi. Farzandlarim Nursultonga o'xshagan bo'lsa, rosa maqtab turdim. Maqtab turadingizmi? Bu doim urishtiradi o'z odamlar. E'tibor bering. Yo'q, men mana shunaqamanmi? Men ushtirib yuramanmi? Hozir men maqtab turgan joyimda sizlar anaqa bilasizlar. Nima deysiz? Qiyin. Endi bu yaxshi bola. Ha, yaxshi bola. Faqat jang kelganda borib, bunday qilib kirib bersangiz bo'ldi, shunday kirib bersangiz bo'ldi. Aka, chiqib ketsiz telefonim sizniki.